Assalomu alaykum. Briefing ishtirokchilari, hurmatli tumandoshlar, tumanimiz mehmonlari. Bekobod tuman hokimining 2026-yil 1-iyun kunidagi tuman hududida 2026-yilning yoz mavsumi suv havzalarida fuqarolar xavfsizligini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan hamkorlikdagi xizmatlar bilan profilaktik ishlar boshlab yuborildi. Siz aziz fuqarolardan cho'milish mavsumini betalofat o'tkazib olishingizni, ayniqsa ruxsat etilmagan joylarda cho'milishning natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan baxtsiz hodisalardan o'zingizni va yaqinlaringizni muhofaza qilishingizni so'rab qolamiz. Ayni kunlarda qarovsiz qo'riqlanmaydigan suv havzalarida insonlarning cho'kishi bilan bog'liq baxtsiz hodisalar sodir bo'lib turibdi. Jumladan, o'tgan 2025-yilning yakuniga qadar olib borilgan profilaktik tadbirlarga qaramasdan aholi o'rtasida cho'kish bilan bog'liq baxtsiz hodisalar afsuski kuzatildi. 2025-yilning cho'milish mavsumi davomida tumanimiz hududida insonlarning cho'kish bilan bog'liq 3 ta holat qayd etilib, jami 3 nafar fuqaro cho'kish bilan oqibatda vafot etgan. Eng achinarlisi, cho'kib halok bo'lganlarning aksariyati voyaga yetmaganlarga to'g'ri keladi. Shunday ekan, sizlardan o'zingizni, xavfsizligingizni hamda hayotimiz mazmuni ko'zimizning oq qorasi bo'lgan farzandlarimizning suvda cho'milish orasidagi xavfsizligini ta'minlashda doim ogoh, sergak va hushyor bo'lishingizni so'rab qolamiz. Shu bilan birga barchangizdan quyidagilarga rioya qilishingizni so'rab qolamiz. Cho'kish bilan bog'liq hodisalarning yuz bermaslik uchun avvalambor cho'milish qoidalariga qat'iy rioya qilish lozim. Suv havzalarida taqiqlangan joylarda cho'milish, notanish joylarda cho'milish vaqtida bolalarni qarovsiz qoldirish, sovuq suvga tasodifan tushgan inson cho'kib ketishi mumkinligini unutmaslik kerak. Qorin och bo'lganda, charchaganda, chanqaganda, yaqinda bemorlikda turganda, spirtli ichimlik iste'mol qilishganda, yolg'iz bo'lganda va oftob urish holatlarida cho'milish maqsadga muvofiq emas. Agar suv havzalarining chuqurligi holati noma'lum bo'lsa, bunday joylarda cho'milmaslik kerak. Suzishni yaxshi bilmaydigan, jismoniy jihatdan quvvatsiz jarohatlangan insonlarning suvga tushishlari qat'iyan taqiqlanadi. Sun'iy suzish havzalari cho'milish oldini suzishga boruvchilar zaruriy ko'rsatmalar amal qilishi va albatta maxsus kiyim, rezina qalpoq, cho'milish kiyimini, rezina oyoq kiyim, ko'zoynaklardan foydalanish lozim. Suv havzasiga tushganda quyidagi qat'iy e'tiborli bo'ling. Basseynlarning kapillari sirpanchiq bo'lsa, bu suvni eksirganidan dalolat. Bunday havzalarda suv har 3 kunda almashtirib borilishi lozim. Ota-onalar o'z farzandlarining asli kattalar uchun mo'ljallangan suv havzalarida cho'miltirmaslik lozim. Sovuq suvga cho'milish qo'l va oyoq tomirlarining tortilishi olib kelishi mumkin. Suvda cho'kish va boshqa ko'ngilsiz holatlar sodir bo'lganda 101, 112 va 10 qisqa raqam orqali xabar bering. Unutmang, o'zingiz va yaqinlaringiz salomatligi o'z qo'lingizda. E'tiboringiz uchun rahmat.